Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Xayrli oqshom aziz bilimdonlar. Xush kelibsiz. Bahorgi o'yinlarimizning finaliga. Bahor zakovat bilimdonlar uchun xayrli bo'lmadi bu gal. Chunki 5 ta o'yin, saralash o'yinlari hammasida jamoalar o'yinlarni boy berishdi. Bunday paytda nizom bo'yicha biz harakat qilamiz. Zakovat nizomida bunday yozilgan. Hamma jamoalar yutqizganda 5 ta jamoa ichidan terma jamoa tuziladi deb nizomga amal qilgan holda biz terma jamoa tuzdik. Keling, o'yinni boshlaymiz. Terma jamoa a'zolarini kutib olasiz. Umid Narimov, faylasuf. O'z o'yinida eng yaxshi bilimdon bo'lganlardan. O'z o'yinida yana bir bilimdon Isroil Zohidjonov eng yaxshi bilimdon deb nom oldi. O'z o'yinida Umid Valiyev Milliy bank xodimi eng yaxshi bilimdon bo'ldi. Va endi bu yoqda 3 ta tosh emas, tesha emas ishtirokchilarimiz medal egalari Jobir Ahmedov, marhamat. Bobur Yoqubov, sud tibbiy ekspert. Va bu jamoaga sardor Said Kamol Abdurazzoqov, tadbirkor. Bugun yonadi-yu hamayot. Ketdik, davom etamiz. Endi finalda savol o'ynaydigan jamoalar bilan tanishib olaylik. Abror Muhammadjonov To'raqo'rg'ondan, Ulug'bek Hayitboyev Parkentdan, Diyora Rahmatullayeva Toshkentdan, Shirin To'losheva Mirzo Ulug'bekdan, Agrobank savoli. Bekzod Hayitov Qo'qondan, Mahbuba Isoqova Yangi Hayot tumanidan, Nodirjon Ahmedov Farg'onadan, Qosimxon Ahrorov Bo'stonliqdan, Qobilbek Turg'unov Namangandan Yandex savoli o'ynaladi. Komiljon Ismatyorov Marhamat tumanidan, Andijondan intellektual o'yinlarimizni boshlaymiz. Hisob 0-0. Birinchi raund. Ha, 2026-yilning dastlabki finaliga xush kelibsiz. Yil davomida biz Zakovat ligasida 4 ta finalni o'tkazamiz. Bugun ana shunday finallardan birinchisi. Peshanamizda terma jamoa bilan o'ynash nasib etgan ekan. Shirin To'losheva birinchi raundga savol Mirzo Ulug'bekdan chiqdi. Ko'rsatuv bosh homiysi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki, Yandex O'zbekiston bizning yangi texnologik hamkorimiz hisoblanadi. Shirin To'losheva Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidan mana shu qizchaning savolini o'ynaymiz. Diqqat, birinchi savol. 20-asrning boshlari Montana shtati AQSh. Erkaklar ko'p, ayollar oz paytlar. Turmush o'rtoq izlab ko'chalarda, qovoqxonalar oldiga xotin kerak menga degan yozuvlar yozilib, uni oldida bo'ydoq erkaklar tizilishib o'tirishar ekan. 20-asr boshlarida. Ayrim erkaklar ayollar e'tiborini ko'proq jalb qilish uchun o'zlarini oqibatli qilib ko'rsatish uchun qo'llarida nimadir ushlab o'tirishar ekan. Diqqat savol. Erkaklar qo'lida nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Vaqt ketdi. Kitob nima? Ayol nima ko'rsa oqibatli ekan deb o'ylaydi. Bolalar kolyaskasi emasmi? G'alati eshitdim. O'yinchoq bolalar. Qo'lida ushlab turadi oqibatli. Xatmi? Kimga nisbatan oqibatli? Oqibat belgisi nima? 20-asr belgisi nima? Endi ayoliga nisbatan yoki o'zini masalan yaqinda xotini o'lganligini ko'rsatish kerakmi? chaqaloqdir, balki chaqaloqni o'zi ushlab turgan. Chaqaloq qo'rqmaydimi? Chaqaloq qo'rqmaydi. Bo'lish kerak, chaqaloq bo'lmasin. Mehrliman misol uchun. Yana. Oqibatli qarashda nima? Oilaviy rasmlarni Qo'lda ayol kishi bo'lib o'ylashgan. Gul bo'lish kerak. Ayol kishi ko'rsa nima qiladi erkak kishi misol uchun? Nimani ko'rsa Gul bo'lish kerak emas. kir yuvadiganmi? Nimadir ayollarga yordam beradigan narsa bo'lsa-chi. Qo'lida deyilyapti, kitob. Masalan, men uyim bor deganim. Kitob bo'lsa qancha bo'ladi? Qo'lida ushlab turadi o'sha narsa. Rasmmi, ayolning rasmimi nima? Oqibatli uylanmagan. Vaqt tugadi. Said Kamol Abdurazzoqov. Salomatmisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qani yangi jamoada
faoliyatinglarni ko'raylik. Kim javob beradi birinchi savolga? Hop, birinchi savolga javobni menimcha Umid beradi. Endi qaysi biri? Bu yana bitta savol. Umid Valiyevdan eshita qolamiz. Umid Valiyev. Ayollar e'tiborini ko'proq jalb qilish uchun, o'zlarini oqibatli qilib ko'rsatish uchun qo'llarida nimadir ushlab o'tirishgan. Nimadir, a? Kim deyotganim yo'q, nimadir deyapman. Shu muhim narsa-da bu. O'zbek tilida uni nima deyishadi? Kitob. Kitob. Oqibatga kitobga aloqasi bor deb o'yladingizmi? Kitob o'qiydi, dunyo qarashi. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Ekranga qaranglar. Ekran orqali javobni ko'rsatamiz. Ayollarning mehrli, oqibatlidan foydalanib, ba'zi erkaklar uy hayvonlari bilan o'tirishgan. Qo'llaridan mushukcha, kichikcha, quyonchalarni silab o'tirishgan. Men shunaqa odamman deganday qilib. Hisob 0-1. Sal qoldi yetib borishinglarga, ozgina yetmadi. Negadir shu kitob dedinglar, shu kitob atrofida qolib ketdinglar. Agar sezayotgan bo'lsangiz, bizda javoblar ancha o'ynoqi bo'ladi. Javoblar ancha ahamiyatli bo'ladi. Ancha odamni nima deydi? Devoradigan darajadagi javoblarga biz ko'proq to'xtalamiz. Bugun sovrinlar 2 barobarga oshadigan kun. Aziz muxlislar, Zakovat klubi tashkil topganiga 26 yil bo'lyapti. Zakovatning eng birinchi qaldirg'och bilimdonlari bu yil 50 yoshni qarshilashmoqda. Teletomoshabinlarning esa 90 yoshliklari ham bor. Keksa muxlislarga murojaat qilmoqchiman. Ya'ni bosh homiyimiz Agrobank bilan hamkorlikda shunday bir sizlarga bir e'lon bermoqchimiz. Yil davomida eng keksa muxlisga alohida sovrin ajratmoqchimiz. Shuning uchun savol yozganda yoshingizni ham qo'shib yozing. Zo'r gapimiz bor-u, beshikdan qabrgacha ilm izla degan gapni ham doimo eslab qo'ying. Bu fikrimizni Agrobank boshqarma boshlig'i Akmalxon Mamatov ham tasdiqlaydilar. Marhamat Akmalxon, so'z sizga. Assalomu alaykum muhtaram boshlovchi, bilimdonlar va bilimga chanqoq muxlislar. Barchangizni ko'rib turganimda xursandman. Ayniqsa mana bu eng bilimdonlarni ko'rib, bu safargi o'yinimiz bir ajoyib tarzda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agrobank barchamizga ma'lumki, doimo ilmni, intellektual o'yinlarni qo'llab-quvvatlaydi. Chunki ilmli, keyin fikrlay oladigan avlod bu yurtimizning kelajagi va poydevoridir. Men barcha ishtirokchilarga omad tilayman. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Biz esa ikkinchi raundni e'lon qilamiz. Bizda hozir birinchi nomzod bor. O'tgan o'yinda 88 yoshli bir otaxon savollari o'ynalganda, shunaqa qancha yoshiga qarab turib, albatta biz sovg'a sovrinni shunga yarasha ajratamiz. Yil oxirida albatta ularni ham taklif etamiz. Imkoniyatlari bo'lsa, Komiljon Ismadiyorov. Komiljon Ismadiyorov Marhamat tumanidan Andijondan savol muallifi. Juda qiziq savol. Ko'pchilik aytadiki, Yaponlarda, Xitoyda choy damlash san'ati mavjud emas. Faqat u yerda emas, bizda ham bor deb qo'yishadi-da. Marhum Karim Mahmudovning Choynoma asari bor. Kim o'qigan bo'lsa, bu haqda mufassal yozilgan. Ya'ni biz so'raydigan holat haqida. Uzoq vaqt samovarda qaynab turgan suvga choy damlamaslik kerakligi aytiladi bu kitobda. Uzoq vaqt qaynab turadi-yu, ertalabdan kechgacha choyxonalarda qaynab turadigan o'sha choyni mazasi buzilar ekan. Nega ekanligini choynomada yozib ketilgan. Siz ham mantiqan o'ylab ayting. Choyni mazasi nimadan buziladi? Vaqt ketdi. Samovardagi haligi
yig'ilib qoladigan tuzlari bo'ladi-ku. Qoldiqlari. O'sha narsa suvning bilan Shoshilib ketadi. ichiga aralashib ketmaydimi? cho'kadi. Ana unaqa tuz cho'kadi. Sekin-sekin tubiga cho'kadi, hali distillangan suvga o'xshab qoladi, mazasi buziladi balkim birinchisi. Keyin haligi temirichi o'zi ta'mi chiqib ketadi. Uni qancha qaynagani bilan harorat baribir Yo'q, o'sha temirni ta'mi chiqib ketadi balkim. Zang. Suv qaynadi, samovarda suv qaynadi, dash qaynagan. yana dash qaynayapti. Uzoq qaynaganda ani kamayadi-ku, ustiga yana quyib qo'yadi. Shunda suvi xossasi o'zgarib ketmaydimi? Ketmayapti, uzoq vaqt qaynab turibdi. Ispaniyada suv kamayadi-ku. Ko'mirda qo'yish kerak edi. Tabiiy moddalari kamayib ketadi suvda o'sha. Choy damlaganda narsa qolmaydi o'sha. Minerallar o'lib ketadi o'sha ko'mir qaynamagandan solib keyin. qaynatadimi? Suv Endi o'tin solishi mumkin boshqa. O'tin yoki ko'mirni qo'shganda, aralashganda eski qaynagan suv bilan yangi suv bo'lib ketmaydi. O'zgarib qolmaydimi ikki xil hosil? Bir xil qaynagan bo'lmaydi-ku. Keyin qo'shilgan so'ngroq bunisi bilan. temirni ta'mi chiqib ketadi. Temirni ta'mi chiqarmikan? Tugadi vaqt. Bir narsani aytaman, oranglarda yaxshigina bir variant bo'ldi. Men jamoa sardori bo'lsam, shuni olardim. Xo'p. Endi topish kerak-da uni. Eng qizig'i shu yerda. Menga o'zi Umid Valiyev ham varianti ko'proq yoqyapti. Shu suvni qayta qo'yish Umid Valiyevga beraylik, mayli yana. Marhamat. Yana. Uzoq qaynagan suvga choy damlansa, mazasi nimadan buziladi deb savol qo'ydik. Xo'p, agar menga berilgan bo'lsa, chiqqan variant aytaman. Ya'ni suv qaynagani sari undagi organik moddalar, tabiiy tuzlar yo'qolib bora boshlaydi va shuning uchun balki choy nomada shu maslahat berilgan, uzoq vaqt qaynagan choyga Bemaza bo'ladi deb, ha? choy damlamagin degan maslahat berilgandir balki. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Katta samovarlarda ilgari shaqillatib qaynatib qo'yishardi. Katta shaqillab qaynayotardi. Shu choyni men ham ichganman. Ichsangiz qandaydir mazasida kamchilik topiladi-da. Gap shundaki, yigitlar, uzoq vaqt suv shaqillab qaynab tursa, suvda kislorod qolmaydi. Natijada bu choyning ta'mi buziladi. Umid aytgan variantga yaqinroq deb o'yladim va bu javobni qabul qilishimiz mumkin. Bir hisob. Tabiiy kislorod ham tabiiy ne'matlardan hisoblanadi. Qani bugun bir katta bir o'yinni ko'raylik endi, guvohi bo'laylik. Shunday katta bilimdonlar bilan. Keyingi paytda bilasizlarmi, nimagadirchi yengil-yelpi narsalarni o'ylaydigan bo'lib qolgansizlar. Men endi chetdan turib savoli javobi qo'limda bo'lgani uchun shuni sezib o'tiraman-da. Hech kim chuqurlashmaydi, hech kim bir qayodagi men savolni necha yildan beri beraman sizlarga. Qandaydir mahnaqa yengil-yelpi narsalar, yo bu narsalar bo'lishi mumkinmi? Yo'q, ko'proq chuqurroq fikr yuritinglar, menimcha o'shanda maqsadga erishasizlar. Biz bir hisobni ko'rib turibmiz va biz davom etamiz. 3-raundni e'lon qilib yuboraman. Men doim maslahat beradigan bir ish bor. Ya'ni uyda oilaviy tarzda zakovat o'ynash kerak degan. Ekranda savol berilgach, televizor ovozini pasaytirib, 1 daqiqa o'ylang jamoa bilan, oilangiz bilan. Keyin boshlovchining aytgan javob bilan taqqoslang, solishtiring. Shu tarzda o'yin olib borsangiz, Mahbuba Isoqova Yangi hayot tumanidan. Bu savolni bizga Yangi hayot tumanidan Mahbuba Isoqova yuborganlar. Arab badaviylari odatlaridan. Xodimimizni qo'liga qarang. Bu qarg'ani oyog'ining panjasi. Mana shunaqa tarzda bo'ladi, taxminan. Sal ochilganroq ham bo'ladi. Endi tuyani panjasini ko'rsating. Tuyani yana oching, ozgina. Bo'ldi. Mana shu alpozda bo'ladi. Shu alpozda bo'ladi. 1001 kecha qissasida bir jarayonni boshlanishida qo'l panjasi qarg'a oyog'iga, jarayon oxirida
tuya panjasiga o'xshaydi deb yozilgan. Bir daqiqadan keyin tashqaridan nimadir olib chiqamiz. Sizga bu jarayonni to'liq namoyon eta oladi va u bilan birga ko'rsatamiz. Diqqat, savol. Bu qanaqa jarayon? Vaqt ketdi. Nimandir Badaliylar. pishishimi nimandir? Go'sht Madaniy Qaynashi, qovurilishi nimandir? Pishirishi. No ochilib borar ekan. Kichkina ekan kattalashyapti. Nima kattalashadi? Nima kattalashadi? Nima kattalashyapti? Jarayonni ko'rsatib beramiz. Qo'lda o'zi nima ham Chiqish bo'lishi chiqishi bilan bor. Ha, Qisqa vaqt ichida ko'rsatib berish kerak. Jarayonni qisqa vaqt ichida ko'rsatib beramiz vaqtida hozir. Qisqa vaqt. Xo'p, nima? Olib chiqiladi hozir. Ovqatlanish emasmi? Ovqatlanishni boshida misol uchun. Nimadir yoqish, badaviy cho'ldi. nimadir ko'payishi. Nimadir kattalashyapti. Boshda kichkina. Mamdo Badaviylar ta'sir qilib, cho'ldi. Kerak Chodirni emas. yopdi. Chodirni yopdi. Nima qiladi o'zi? Ovqat ishdan. Nima bilan pishiryapti-da, nimadir pishiryapti, Boshlanishida nimadir qovuryapti. oxirida. Ani uzun aloqasi yo'qmidi uni? Xurmolar bilan bog'liqmi? Qanaqadir mevalar, sabzavotlar bilan bog'liqmi? Qanaqadir quduq kovlash, suv olish, shunga o'xshagan narsalar. Jarayon Jarayon, kerak hozir. Pishirish nima? Qanday nimani pishirish yoki nimanidir tayyorlash? Shunga aloqasi yo'qmi? Tovuqni tuxumimi, boshqami yo'q? qovurishmi? Kattalashyapti. Bundoq Ushashiga. Qovura oladi. Qarg'ani panjasi edi, keyin tuyani panjasiga aylanib Xurmoni qoldi. pishishi, boshida Vaqtinglar tugadi. Vaqtimiz tugadi. Hop, yordam oladiganimiz. Muhtaram boshlovchi, savolni bitta o'qib bera olasizmi? Ming bir kechada bir ishni arablar bir ishni boshlanishida qo'l panjasi qarg'a oyog'iga, jarayon oxirida tuya panjasiga o'xshab ketishi yozilgan. Bir daqiqadan keyin tashqaridan sizga nimadir olib chiqamiz deyildi. O'sha jarayonni ko'rsatish uchun yordam beradi u narsa. Marhamat. Xo'p, muhtaram boshlovchi, balki bu taom yeyishdir. Og'izga solganda mana bundoq qilib yeydi. Keyin kattalashgan sari kattalashib. Osh yeyish jarayoni bo'lsa kerak-da, palov yeyish jarayoni. Xo'p. Bu qanday jarayon deb savol berdik. Marhamat. Arablarning milliy taomlaridan aytgancha birlaganchada osh olib chiqing. Marhamat. Arablar qadimda oshni qo'lda yeyishgan. Dastlab qo'lni xuddi qarg'a panjasiday qilib guruchni qo'lga olishadi, keyin og'izga olib borganingizda panja ochiladi. Ya'ni tuyani panjasiday bo'lib ochilib ketadi. Oshni yegandan keyin qo'l panjasi xuddi tuya panjasi kabi ochiladi. Bu jarayon guruch yeyish jarayoni yoki osh yeyish jarayoni. Qabul qilamiz, hisob 2-1. Mana savol adashmasam 3 finaldan biri turadi. Yangi yildagi finalda ham qo'yilganda qolib ketgan edi. Undan oldin ham qaytib ketgan edi. Xullas juda ko'p qaytib ketgan edi. Mahbuba Isoqova yangi yildagi sonida o'zlari ishtirok etib bir tovar osh olib kelgandilar. Ko'pchilik yegandi ham bittalik. Yegan og'iz yelardim. Mana bahorda yana qo'ydik. Lekin o'zimiz yonimizdan oldik bu galgi oshni. Ketdik, davom etamiz, 4-raundga e'lon qilamiz. O'rtoqlar, sal chuqurroq o'ynanglar, sal chuqurroq. Yengil, yuzaki. Bunday qilsak boshlovchi qabul qilib yuboradi, deyapsizlar. Mayli, bir ikkita savollarni qabul qilib turibman yaqinlashganingiz uchun. Lekin hamma vaqt ham bunaqa bo'lmaydi. Meni sabr kosam juda to'liq emas. Nodirjon Ahmedov. Nodirjon Ahmedov Farg'ona shahridan iqtisodchi. 1914-yildan Sadoiy Turkiston gazetasi chiqa boshlagan. Gazeta turli islohotlar doirasini kengroq olishga va ayniqsa maishiy turmush ichiga chuqur kirishga bel bog'lagan edi. Yil so'ngida maishiy turmushdagi nojo'ya holatlar bo'yicha tahlilni e'lon qilib borgan. Gazeta yil davomida hatto nechta uy sotilgani va nega sotilgani sabablarini ham o'rganib borgan. Diqqat savol. Sadoiy Turkiston sotilgan uylarning
sabablarini nega o'rgangan? Vaqt ketdi. Oilalarni ajratish bilan bog'liq emasmi? Aholining ko'chib ketishi. Ya'ni Yoki maishiy ajratish bilan bog'liq. Meros bo'lishmasmi? Yoki Meros talashganda qimorga sotishga majbur. Yani yaxshi. Kelish olmaydi, katta Yo, o'g'il to'g'ri, kichkina shu sotib bo'lib oladi. Shu holat aka-ukalar janjali. Bu kelish olmayapti, sotishga majbur bo'ladi. emasmi? Yilni oxirida bo'lyaptimi yo umuman? Yil oxirida Bir statistika yil davomida bo'lganlarni beradi. Qimor bo'lishi Bo'lgan mumkin, ijtimoiy bo'ladigan bo'lsa. Qimor Ajratish. Maishiy. Maishiy bo'lgani Turmushdagi bu nojo'ya turmush harakat. joyi. Yana Yana nima Oddiy yetishmovchilikdan sotishi mumkin, aka-ukalar yetishmovchilik. Ijtimoiy bo'lishi mumkin, lekin Maishiy u maishiga taqalish qiyin, ijtimoiyga. Uyni sotish faqat ehtiyoj Qaysi hissida. biri hozir ko'proq Yoki qanaqadir jinoyat sodir qilishmi? Qanaqadir jinoyat Ajrim behudiyda bor edi-ku. Meros Savodsizlik bilan bog'liqmi? meros o'lchash qiyin-da merosni. Lekin bu yomon narsa ham bo'lmasligi mumkin. Ajrim Bo'lib yo'q. tushirilishi Ajrimlar yaxshiroq. Ajrim yo'q. Maishiy deyapti. maishiy agar balki bo'lsa. Maishiy turmush. Uy sotiladi. Yil davomida qancha ajrim bo'ldi? Ajrim boshqa narsa. Tugadi vaqt. Marhamat Saidkamol javobga eshitamiz. Umid Narimov beradi javob. Umid Narimov. Balki bu holatda oilalarni ajralib ketishi, ya'ni nikoh Uylarni sotilgan uylarni sabablarini nega o'rgangan? oilalarni ajralib ketishi fonida, ya'ni shu masalani o'rganish fonida bu uylarni sotilishini ham o'rgangan. Chunki oila ajraladigan bo'lsa, albatta xotinga uy-joy alohida uy-joy qilib berishga majbur. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Jadidchilar gazetasi bu, ha? Jadidchilar o'z paytida nima bilan ko'proq shug'ullanishgan? Bobur Yoqubov. Ilmni Yo'q, turmush bilan bog'liq. Shu maishiy turmush bilan bog'liq. Qanday narsalarga qarshi bo'lishgan, qanday narsalarni targ'ibini to'xtatishni so'rashgan. Nima edi o'sha? yangi bidatlarga qarshi bo'lgan. Gazeta maishiy hayotdagi qandaydir noto'g'ri ishlarni tahlil qilish maqsadida so'rovnoma o'tkazgan. Serxarajat, hashamdor to'ylar o'tkazuvchi aholini analizini o'tkazgan. Maqsad to'y va marosimlarni qisqartirish bo'lgan. Ular to'yni shunchalik katta o'tkazishgandan uylarni sotish darajasiga borganlar. 2-2 hisob. Nodirjon, bu Nodirjon Ahmedov savoli edi. Bu har bir o'yinda pullar 2 barobar oshgan. Hozir Nodirjonga 2 million emas, 4 million so'm pul beradi Agrobank. Bugun ham biz Yandex savolni o'ynaymiz va biz bilan meni assistentim Alisa shu yerdalar. Alisaxon, qayerdasiz? Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Ha, shu yerdaman. Sizni eshitib turganimdan xursandman. Qanday yordam bera olaman? O'tgan o'yindan charchab qolmadilarmi? Taassurotlaringiz qalay? O'rtoqlashing biz bilan. Hammasi a'lo darajada. O'yin jarayonini kuzatish va savollarda yordam berish juda qiziqarli bo'ldi. Internetga ulanmagan holda savollarga javob berayotgan insonlarni ko'rib, hanuz hayratdaman. Bilimdonlarga omad va ularning operativ xotirasi hech qachon buzilmasin. Xo'sh. Alisa, ilk o'zbek gazetalari haqida senda ma'lumot bormi? 20-asr boshlarida qanday O'zbekistonda gazetalar faoliyat olib borgan? Fikringni eshitaylik. Ha, albatta hurmatli boshlovchi. Turkistondagi ilk nashrlarning to'liq o'zbek tilidagi dastlabki namunalaridan biri bu 1906-yildan boshlab chop etilgan Taraqqiy gazetasidir. Shuhrat va Sadoy Turkiston gazetalari ham o'sha davrning muhim nashrlari hisoblanadi. Jurnallar orasida esa Oyna nomli jurnal alohida ahamiyatga ega. Oho, juda ham yaxshi ma'lumotlar qoldirding. Yasha, rahmat. 5-raundni e'lon qilamiz. Hozir telefonda
javob qidirib odamlar miyasini nima deydi bilmayman dam oldirib yurishdi, lekin miyani ishlab turganda gap ko'p. O'rtoqlar, aziz tomoshabinlar, miyani doim o'zingiz ishlating, o'zingiz. Agrobank savoli. Ko'rsatuv bosh homiysi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki. Agrobank savolini bizga Uchqo'rg'onlik Ikromjon Muhammadov yuborganlar. O'zbeklar, qozoqlar qarindoshdan qiz olmaslikka harakat qilishadi. Buni salbiy holatlari haqida ko'p eshitgansizlar deb o'ylayman. Buni qarangki, bog'bonlar ham uzumzorlar misolida bu odatga amal qilishar ekan. Diqqat savol. Bog'bonlar yuqoridagi holatga tushmaslik uchun qanday harakatni amalga oshirishadi? Vaqt ketdi. Olib kelayotgandami, olib kelmaslik uchun nima qildi? Yo'ldada boshqa joyga ekadi, ozgina vaqt o'tadi, keyin olib kelib o'ziniki. Shunda begonalashyapti-da. Boshqa bog'dan olib kelyapsiz ko'chat. To'g'ridan to'g'ri emas. To'g'ridan to'g'ri olib kelib ekmaysiz, yarim yil, bir yil boshqa bog'da turadi, keyin bu yoqqa olib keladi. Shunda boshqa joydan olib kelib turadi. Ana yangi ko'chatlar. O'zidan ko'chat chiqaravermaydi. Boshqa joydan. Ana o'sha mahalliy joydan emas, boshqa joydan olib kelsangiz, hosili ko'proq bo'ladi, mazasi shirinroq bo'ladi. Ya'ni o'z qanday harakat qiladi deb o'zidan chiqmas. Boshqa joydan olib keladi. Ya'ni yaxshi qarindoshda bir yaqin yashaydiz ko'p bo'yicha. Boshqa joydan olib kelish Olib changlanish bilan bog'liq. asalarilar bilan bog'liq. Urug'dan ko'paytirish bilan bog'liq. Changlanish. Changlanishni nazorat qilib bo'lmaydi. Asallarda shomon. Almashtirib ekib turadimi? Payvandlash tokka ekdimi bo'ldi uni katta o'chadigan narsa. keyingi yil uni. U uzoq yillik narsani. lekin yaxshi mana bir xil navi payvandlasa yaxshi chiqmasligi mumkin. Boshqa payvand deyarli qilinmaydi. O'zida tokka payvand qilmaydi. Tugadi. Vaqt tugadi. Javob berishingiz kerak. Muhtaram boshlovchi javobni Isroil Zohidjonov beradi. Isroil Zohidjonov, Ikromjon degan muxlisimiz bu ma'lumotni fermerlik maktabidagi uzumchilik sohasidagi leksiyada eshitgan ekanlar. Bitta fikr keldi. Odatda o'sha qarigan novdalarni balki almashtirish uchun boshqa joydan ko'chat olib kelinadi tabiiyki. Yuqorida savolda eslab o'tilgan holat bo'lib qolmasligi uchun o'sha olingan yangi ko'chatni birdaniga olib kelib o'zini bog'iga ekmasdan yo'lda deylik yoki ma'lum bir vaqtga boshqa begona bog'ga ekib qo'yiladi. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin u qaysi ma'noda begonalashadi va keyin o'zini asosiy bog'iga olib kelib o'sha ko'chatni ekadi va daraxt holatiga keltirib o'stiradi. Qabul qildik. To'g'ri javob quyidagicha. Uzumzor bog'bonga aylanib ketasizlar bu ketishda. Uzumzor tashkil etganda ana Isroil uyingizda uzum ekdingiz deylik. 5 qator uzum ekdingiz. 3 qator ular 3 qator Husayn ekishsa, orasiga bir qator boshqa uzum ekishadi. Ekishni tavsiya etishdan maqsad boshqa uzum bilan changlatilsa, uzum mevasi yirik va sog'lom bo'ladi. Ketma-ket 1 gektar bog'ga bir xil uzum ekilsa, uzum maydalashib ketar ekan. Mana sizga bog'bonlar siyosati. Chunki Xo'sh. 3-2 biz davom etamiz. 6-raundni e'lon qilaylik. Oilaviy tarzda o'ynashni maslahat beraman doim. Ekranda asosan o'ylashga monand loyihalar juda ko'p bizda. Lekin o'sha telefonga yopishmang. Telefon orqali qilmang. O'zingizni sinab ko'ring. Abror Muhammadjonov. Abror Muhammadjonov Namangan To'raqo'rg'ondan. Vah, qiziq savol. Juda zo'r savol. Qani endi topilsa bu savollar.
topilsa. Ha. Topilsa, deb xuddi topib qo'yadigandek umid vahima qilib qo'yadi. Sobiq ittifoqda hazilkash adabiyotshunoslar tomonidan shunday taxminlar bo'lgan. Yozuvchi shoirlarni yozgan asarlardan, yozish usullaridan kelib chiqib, ularga qandaydir lavozimlar berib ko'rishgan. Masalan, Pushkin tashqi ishlar vaziri bo'lardi deyishgan. Asli kelib chiqishi qayerdan? O'shanga mos qilib. Lev Tolstoy mudofaa vaziri bo'lardi. Urush va tinchlik asarini shunday mahorat bilan yozib qo'yganidan. Chexov sog'liqni saqlash vaziri, Kirilov maktabgacha ta'lim vaziri degan hazilnamo o'xshatishlar qilishgan. Fyodor Mixaylovich Dostoyevskiy haqida aniq faktlar asosida shunday bir o'xshatish qilishgan. Ya'ni ijodida shunga o'xshash holatlar yuz bergani uchun Dostoyevskiyni statistika qo'mitasi raisi bo'lardi deb yozishgan. Diqqat savol. Nimadan kelib chiqib unga bu lavozimni berishgan? Vaqt ketdi. Demak, raqamlar bo'lish kerak. Ijodida raqamlar bo'lgan. qimorboz bo'lgan. O'zi juda uchiga chiqqan qimorboz bo'lgan. Ko'p pul yutqizgan. Ko'p yutqizgan, yutgan. Undan ketinglar. Qarz olgan. Asallarni oldindan gonorar olish boshlagan. Statistika borgan. Moliya vazirimiz. Jinoyat va jazo. O'sha hammasidan Statistika nimalarni sanab Asarlarda ko'proq depressiya qilingan Dostoyevskiy bitta o'limdan asarlari tirik qolgan. jinoyati ko'pdir balki o'ldirishi, jinoyat. Statistika baribir raqamda to'g'rimi? Statistikani olib bormaganmi? Asarida. O'zini qaysidir asarlarida hech kim hisoblab Yili bilan bog'liqmi? 28-yil tug'ilgan. yil emas, boshqa asarlarni Ha, uni asarlardan xronologiyani bilib bo'ladimi? Qaysidir yilda nima voqea bo'lgani, qanday Ham yaxshi. Ya'ni yillarni yozib ketgan masalada bo'lgan holatlar. o'rgansa bo'ladi. Statistika Statistika yozganmi yoki? nima ko'p qarz olgan, borku. ko'p qimor o'ynagan. Statistika nimada? Nima undan boshqa Xronologiya emas, Nimani hisoblasa bo'ladi statistika? yordam degan so'z bo'ladi-ku. Vaqt bo'ldi. Vaqt bo'ldi. Xo'p, muhtaram boshlovchi bu raunddagi savolga Jobir Ahmedov javob beradi. Jobir, Endi Dostoyevskiy haqida biladigan faktlarimizni agar esga oladigan bo'lsak, uni azart o'yinlariga juda qiziqqanligidan ham xabarimiz bor. Ko'p pul yutqizib, balki ko'pincha qarzdor bo'lib yurgan bo'lsa, bu statistika qo'mitasining asosiy vazifasi nima? statistika bu hisob-kitob qilib, hamma narsani sanab, Matematika fakultetimi bu? da, matematika, Matematikami bu fakultet? fakultet, Bu ish matematiklarning ishimi? hisob-kitob ishlari. Statistika nima ish bilan shug'ullanadi, Jobir? Statistika bu asosan hisob-kitob bilan shug'ullanadi. Qanday hisob-kitoblar? Masalan, nechta mamlakatda qancha aholi bor, nechta mashina bor, nechta stanok bor, mana shunga o'xshagan hisob-kitoblarni qiladi. Kim bilan qiladi? Odamlar bilan qilishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha jonsiz qanaqadir obyektlar bilan qilishi mumkin, zavodlar bilan. Eshitaylik endi javobni. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, endi demak matematika o'qituvchisi bo'lmagan ekan. Bilmadim, matematika o'qituvchisi bo'lgan bo'lishi mumkin balki. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Aytdim-ku, umid topadiganday qilib, hey, deb Boshqacha ma'noda topolmaymiz-da ma'noda aytdim. topolmaydigan savol-da bu. Topolmaydigan savol-da. Indamay qo'yaverish kerak bunaqa paytda. Men bilaman-ku deganday qilib gapirmaslik kerak. Nimadan kelib chiqib unga bu lavozim berilgan? U yozgan asarlarni Jobirjon tanish, notanish odamlarga aytib bergan. Apros o'tkazgan, so'rovnoma o'tkazgan. Agar ko'pchilikka ma'qul bo'lsa shu lavhani qoldirgan, yo'qsa olib tashlagan. Statistika ham omma fikrini o'rganish bilan shug'ullanadi. Nahotki matematikaga kirib ketib qoldinglar sizlar. Ketdik hisob 4-2. Abror Muhammadjonovga 8 million so'm pul mukofoti beriladi. Aziz muxlislar, savol yuboring. Bizni yangi
platformamiz ishlayapti. Endi mana shu platformaga savol yuborishingizga to'g'ri keladi. Bu juda ham siz uchun qulay. Albatta u yerda sizning savolingiz xuddi oldingidek bizga yetib keladi va biz uni bazalarimizda ochilmagan minglab savollar navbat kutib turganini ham aytib o'tishim kerak. Hammasi mana shu platforma orqali endi ochiladi bizga. Bizda 22, 23, 24, 25-yildagi ko'plab savollar hali o'qilmagan turibdi. Savolim chiqmadi deb tashlab yuborganlarni dabdurustdan savoli 4 yildan keyin chiqib qolyapti. Bu ham o'sha natijani olib borilayotganligidan deb bilaman. Endi bu platformada sizning ishingiz juda ham osonlashadi aziz muxlislar. Biz esa ketdik, davom etamiz. 7-raund. Eng sifatli, eng saviyali savollarni esa biz taqdirlashda davom etamiz. Bu yerda Agrobank turibdi. Agrobank demak bu ishlarga bosh qosh. Qobilbek Turg'unov. Ko'tarilib kayfiyatni hammasi joyida. Qobilbek Turg'unov Namangandan. Nimagadir Alisan bizga ajratilgan vaqti yo'q shekilli tushmayapti. Erkin Malikovning 100 yil sarson sargardonlikda nomli asarida tog'larda yashovchi aholidan qish paytida har bir xonadon bittadan ozg'inroq, qari yoki kasalvarroq qo'ylarni qishloq oqsoqoliga o'z xohishlari bilan olib kelib berishgan. Mana shu yozilgan bu asarda. Bundan butun qishloq bahramand bo'ladi bu holatdan. Kim qo'y, kim echki olib kelib beradi? Diqqat savol. Bu jonliqlarning qishda yig'ilishining asl sababi nimada deb o'ylaysiz? Vaqt ketdi. Bo'riga yem bo'lib turadi, chunki qishloq ochib qoladi. Aholiga kelishi mumkin-da, o'sha. Keladigan odam yopishi bo'ri mumkin och qolganda. Bo'rilar keladigan joyga. Primakada, o'shasiga primakada bo'lib turadi. Boshqa narsani o'ylaylik. Yana nima bo'lishi mumkin? Hop, mayli, uni go'shtini yeb bo'ladimi u sog'lom? Kasal, qari, ozg'in, yaroq borib beryapti, toq. Nimaga kerak? Hop, oqsoq nimaga oqsoqolga borib beryapti? balki o'tin Ovlashga kerak emas ekan. o'tin Nima haqi. qilishga? Ovlashga. Nima o'g'irlash? Ovlashga. Ha, Ovlashga olga chiqmaydi-ku ko'pincha, o'sha uyda o'tirish kerak. Nimaga chiqmaydi? nima o'tin haqi emas, kimlargadir kimdir o'tin olib beradimi kelsa, o'rmondan o'tinni haqi odamlarga olishi. tarqatadimi? Masalan, Hamma beryapti, har bittadan. Hamma beryapti. Hamma beryapti. Berolgan beryapti. Ko'p bo'lyapti, bir qo'ra bo'lyapti misol uchun. Nimaga Bir qo'raga yurishdi. ular qolib ketsa baribir o'lib Bitta qoladi. joy tursa bo'ri kelgan hammasi o'lib ketmaydi. Bir kelganda hammasini o'ldirib ketadi, lekin Bir turgandan keyin, bir turgandan keyin bir oygacha chiqaradi. yo'lga chiqarib qo'ysa kerak. Vaqt bo'ldi. Marhamat. Xo'p, menimcha bu savolda qanaqadir bir yakdillik bo'ldimi deyman jamoadan-ku. Umid Valiyevdan eshitamiz. Umid Valiyev, marhamat. balki bu qishloqda yig'ilgan o'sha ozg'in qo'ylar, echkilar, demak qish paytida bo'ri och qolganda aholiga, odamlarga yopish boshlaydi. Shuni oldini olish maqsadida ularga bir oziqa ko'rinishda berib turilgan. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Bu xalqimizning uddaburonligidan dalolat. Qishda yeyishga jonzot topolmagan bo'rilar qishloqlarga hujum qilib, tog'liklarga o'nlab qo'y echkilarni o'ldirib ketishadi. Bittasini yeyishadi, 10tasini o'ldirib ketishadi. Oqsoqol aynan shu maqsadda qo'y echkilarni yig'ib, o qishloqning nari chekkasiga olib borib qo'ygan. Bo'rilar o'sha yerdan qonini yeb, sulab qaytib ketgan. Uchu to'rt. Qorni to'ygan bo'rilar qishloqqa bir necha kun yaqinlashmagan. Yaqinlashib boshladi, bitta qo'yni jazosi deb olib borib tashlashgan. Albatta bu qari, kasalvon, oriq qo'ylarni bergan. O'shaligi yosh qo'ylarni asrab qolish maqsadida. O'ynaymizmi yo'qmi?
uchuv to'r. Biz esa 8-raundda e'lon qilamiz. Menga bir hikmat juda yoqadi. Kechaning bir qismida ilm muzokarasi bilan mashg'ul bo'lish kechani butunlay uyquda o'tkazishdan mahbubroqdir, ya'ni afzalroqdir degan gap. Ilmga da'vat qilamiz ko'proq. Qosimxon Ahrorov. Chaqiringlar, men ham boraman, sog'inib yuribman deb qo'yadilar. Lekin bitta 5-6 savollarning ichidan bitta savol ajratganmiz, mana shu eshitib ko'rasizlar. Juda silabop savol, yosh kattalar uchun. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Otajon Xudoshukurovni eshitganmisizlar? Isroil eshitmagan. Balki qo'shiqni eshitgan bo'lmasin. Ekranga qarang, sizlar uchun Otajon akani tanishtirib qo'yamiz. Mana shu odam Otajon Xudoshukurov bo'lganlar. Bu lavhani biz bekorga bermadik. Tanishtirish maqsadimiz ham bo'lgan, boshqa maqsadimiz ham bor edi. Endi savolga o'tamiz. Marhamat, zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. Sandiqcha ichida Otajon Xudoshukurov bolaligida yaxshi ko'rgan o'yin bilan bog'liq detal bor. Bu detal keyinchalik Otajon akani zo'r ashulachi bo'lishiga yordam bergan. Diqqat savol. Sandiqchada nima bor? Ovozga qanday yordam bergan bo'lishi mumkin? Vaqt ketdi. Tuxum bilan bog'liq O'yindagi detalda lekin ovozga yordam berish. Xushdaymi, qanaqa xushdaymi? Nafas yo'lini Oshiq o'ynaganmi ular bolaligida? Chile o'ynaganmi? Nimani? yaxshi ovoz bo'lish uchun nafas yaxshi bo'lish. Ya'ni qaysi o'yinda bo'ladi shunaqa? Nafas olish uzun bo'lgan nafas ham. Ovozni kuchaytirish bilan. Chillik o'yinidamidi? Uzmasdan gapirish kerakmi? Zuvlash kerakmidi? O'sha cho'p bo'lishi mumkin balki. Zuvlash bor. Chillaydi. Nafasga o'xshab turishga yaxshi bo'ladida. Chillaysa, yana. Uchganda zuvlab turish kerak. O'sha bilamidi men ket. Yana nima o'yinlar bor? Ovozni nima kuchaytiradi? Ovoz yoki nafasni rivojlantiradi. Qaysi o'yin? Shirish degan o'yin bo'lganmikan u paytda? Ularni bolaligida Koptok Koptokchi. Nima qiladi ko'p? Koptokni shirganda endi o'sha paytlarda nafas bo'lmagan bo'lsa. Va ularning yoshligida, xudoga yoshligida. Ya endi o'sha detal, mayda detal. Uchtaki kam ovoz ham yetadi. Tugadi vaqt. Tugadi vaqt. Vaqtimiz tugadi. Marhamat. Isroil Zohidjonov bilan eshitamiz. Isroil Zohidjonov jamoadoshingiz-a? Yonbosdingiz. Qani? Xo'p. Meni fikrimcha sandiqchada o'sha chillik o'yinidagi tayoqcha deylik. O'yin davomida zudib bir nafasda uzoq vaqt ushlab turishga to'g'ri keladi. Shuni yordamida hofiz bolaligidan nafas yo'llari diafragmasi yaxshi rivojlangan va keyinchalik bu chiroyli va baland ovozga ega bo'lishiga sababchi bo'lgan bo'lsa kerak. Siz javobingizni qabul qilishdan o'zga ilojim yo'q. Lekin bundan ham chiroyli javoblar bor edi. Nega bu savolda to'xtadinglar? Men hayronman. Xo'sh. Biz sandiqchada zamonaviysini qo'ydik. Endi eskisi misol uchun o'sha Otajon aka paytdagisi bo'lgan, u paytda u sig'madi, katta u narsa. Qani, oching, ko'rsating. Sandiqcha ichida futbol to'pi bor. To'pning ichida kamera bo'ladi ilgarigilari. Ana shu kamera xonandani ovozini, nafasini o'stirishda xizmat qilgan. Rezina kamerani puflab shishirgan. Qarang, dastlab 15 martada puflab shishirgan. Keyin borib bir martada koptoni ishirib yuboradigan darajaga yetgan.
Afsus, Isroil adashdi. 3-5. Mendan kelib chiqinglar, men shu narsa zu degan o'yinni bilamanmi yo bilsam ham kichkina tayoqchani solib chiqamanmi? Shundan kelib chiqinglar. Sandiqcha kichkina edi, koptoga uncha ishonmadik. Katta sandiqcha bo'lgan. Kichkinasini aldadik, ko'p kichkinasini solib chiqdik. Aynan kattasi sig'madi. Yo'q, agar katta sandiqcha bo'lganda balki kopto derdik. Sandiqcha kichkina. Ayb bizaga to'nkayapsiz-a? Yo'q, savolga faqat javob beraman. Ayb o'zimizda, topmaganmiz-ku. 3-5 biz davom etamiz. 9-raund. Ali Isaxon tusha qoling endi bitta savol. Qani? Bekzod Hayitov, Diyora Rahmatullayev, Ulug'bek Hayitboyev. Yandex savoli. Diyora Rahmatullayeva. Ko'rsatuv bosh homiysi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki, Yandex O'zbekiston bizning yangi texnologik hamkorimiz hisoblanadi. Toshkent shahridan Diyora Rahmatullayeva degan yosh qizchaning savoli. Bugungi kunda AQShda 400 mingga yaqin mehmonxonalar faoliyat olib boradi. Otel, boshqa mayda-chuydalar hisobga olinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin otel, mehmonxonalar o'sha 400 ming atrofida. Ular bir xil rejimda ish olib borishi davlat tomonidan belgilab qo'yilgan. Ammo aeroport yaqinida joylashgan mehmonxonalar davlat standartidan farq qilgan holda ishlar ekan. Diqqat savol. Qanday xizmat ko'rsatishda farqlanadi ular? Vaqt ketdi. Checkoutni vaqti har xil emasmi? Masalan, kirish vaqti bor mana 12 da kiriladimi? 12 da kirib, ertasi kuni chiqadi. A yerda aeroport yaqin. Aeroport yaqin. Yorug'lik bo'lishi mumkin. Chiroq yoqmasligi kerak. Aeroport samolyoti chalg'itadi samolyotni. Mehmonxona chiroqlari chalg'itadi o'sha. Tashqi yorug'lik bermaydi. Ha, tashqari yorug'lik kerak. Yarsetlarni o'chirish kerak. Qolgan mehmonxonalar tashqarisiga rejim bilan bog'liq. Yorug'lik qanday xizmat ko'rsatish standart, boshqa standart bo'lyapti. Nima aeroport bizga aeroportga xizmat ko'rsatish taom bilan bog'liq bo'lishi. Anaqa narsada aeroport xavfsizlikka o'ylaydi. asosan mana pilotlar o'tga kim keladi? Pilotlar, styuardessalar aeroport o'sha samolyotda xizmat ko'rsatadi. Ularning vaqti har xilda, ular kirish chiqish vaqtlari standart bo'la olmaydi-da. Masalan, mana oddiy mehmon uchun kirish chiqish vaqti bor-da, ularga kirish har xil boshqa o'tib turish shart. Chekotdan tashqari. Ovqatidachi pilotlar bo'lsa, davlat aytayaptimi? xilofat bermaydi, qanaqa zaharlanish oldida. Ratsion shakl qilmaydimi? Pilotlar bo'lsa mazasi qochib qolib, bir xil narsa yeydi. Olamiz boshqa xavfsizlik. Davlat Vaqtingiz tugadi. Vaqtingiz tugadi. Muhtaram boshlovchi 3-5 hisob. 3-5. Hozir 5 bo'lgani uchun biz baribir yordam olishimiz kerak. O'shanga Albatta olishingiz mumkin. Ishlatamiz hozir. Yordam olmoqchi. Klub yordami. Beramizmi? 20 soniya. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Marhamat. Qo'shimcha vaqtimiz ham yo'q. Akkreditatsiya bo'ladimi? Bor-ku anaqa aytgancha nizomda bor shu narsa. Keyingi mavsumda kimdan sug'urib olamiz u kreditni? Shunaqasi Bor. Bitta jamoa bo'lganinglarda keyingi mavsumda bo'lsa ham olardik. Lekin hozir 6 jamoadan sizlar-ku. Yo'q, nizomda bo'lsa foydalanavering. Keyin qaysi jamoa birinchi bo'lib o'ynasa, o'ynayotganlar ham. Hamma kreditga qaytmaydi, hurmatli boshlovchilar. Yo, keyingi raundda ham qaytarsa bo'ladi. Qarzni kimdan olaman? Qarzi. Ana shu muhim. Agar topsang, keyingi raundda qaytarishimiz shart, muddatda oldin. Xo'p, mayli. Bugun nimagadir shu komanda yaxshiroq o'ynasin degan niyatdaman, lekin bilmayman, ko'zim yetmayapti oxirgacha muvaffaqiyatli tugashini. Beraman
kredit. Bugungi kunda AQShda 400 mingga yaqin mehmonxonalar faoliyat olib boradi. Otel mehmonxonalar bir xil rejimda ish olib borishi davlat tomonidan belgilab qo'yilgan. Ammo aeroport yaqinida joylashgan mehmonxonalar davlat standartidan farq qilgan holda ishlar ekan. Qanday xizmat ko'rsatishda bu farq seziladi. Xizmat ko'rsatishdan qidiringlar, vaqt ketdi. Qanday xizmat ko'rsatishda xizmat ko'rsatadi, shuni o'ylaydi. Tez. Qanday xizmat birinchi yuk tashiydi, Kirli bo'lishi mumkin, dazmollash bo'lishi mumkin. ovqat xohlagan vaqtida berilsa kerak haqiqatdan ham. U chunki Ovqat qolgan paytda Mana reys uchmay qoldi, odamlar qolib ketyapti. Farqlanadi deyapti, standartdan keladi, mehmonxonaga keladi. standartdan farqlanish kerak-da. U kelgan paytda ovqat beriladi. Standartlar Reys otmay bo'lganda keldi mijozda nima bo'ladi? bo'sh xona ushlab turish kerakmi? Nechtadi sonli? Turg'izib qo'yadimi masalan? Ularga joy Yo'q, bo'ladi. u ziyonku. Boshqa mehmonxonada Majbur mehmonni turg'izmaydi. Xohlagan paytgacha uxlab Faqat nonushta beriladi boshqa mehmonxonalarda, ularda kelgan paytda ovqat berilsa kerak. Xohlagan reys otmay bo'lganligi bepul qanaqadir kompensatsiya qilib beradimi davlat tomonidan? soat baydan Ovqat berilaversa kerak-da. hisob kitobni soat baydan. Bu ham yaxshi. Shu menga yoqdi lekin. Chunki bu qanday xizmat ko'rsatish, xizmatdan qidiringlar. Xizmatdan qidirish kerak. Xizmatdan Yana nima xizmatlar bor? Balki kechki ovqatni ham sekinga beradi. Mehmonxonada faqat ertalabki misol uchun. aeroportga nima xalal beradi? Kelgan paytda Taksi xizmati, taksi Vaqt bo'ldi. Vaqt bo'ldi. Jamoa, Vaqt bo'ldi. qarzni kimdan olaman bilmayman, lekin javob berishinglar kerak. O'sha qarz o'sha birinchi o'yindan komandaga ketadi. Xo'p. Umid Narimov javob beradi. Ey, mayli, marhamat. Bizning fikrimizcha agar ko'rsatiladigan xizmatdan Albatta. qidirishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, boshqa mehmonxonalardan farqi bu mehmonxonani o'zini taksi xizmati mavjud. Aeroport yaqin bo'lgani uchun bir pasda olib borib tashlab keladi mehmon. Qabul qilamiz va boshqa javobga yaqinlashmaymiz. Qarz ham kerak emas. Voz kechdim. To'g'ri javob. Odatda aeroport yonidagi mehmonxonalarda reysi vaqtli bo'lgan mijozlar tunab qolishadi. Boshqa mehmonxonalar ertalab 7 dan nonushta tarqatsa, aeroport yonidagi otellar ko'proq mijozlarni jalb qilish uchun xoh 2 da, xoh 3 da, xoh 4 da nonushta tayyorlab bera oladi. Navbatchi oshpazlari bilan birgalikda. Hisob 3-6. Bugun aytishim mumkinki, savollar qiyinlik qildi sizlarga. Mayli. Bugun final, bugungi o'yin mana shu hisobda 3-6 hisobda tugadi. Finalda sovrinlarni 2 barobardan yutib olgan muxlislar nomini e'lon qilib qo'yamiz. Qarshilar bilan albatta. Shirin To'lashevaga 2 million so'm, Nodirxon Ahmedovga 4 million so'm, Ikromjon Muhammadovga 6 million so'm, Abror Muhammadjonovga 8 million so'm, Qosimxon Aqrorovga 10 million so'm, Diyora Rahmatullayevaga 12 million so'm pul mukofoti taqdim qilinadi. Xo'sh, bugun finalda bilasizlar, eng faol bilimdon ham aniqlanmaydi, faqat g'olib jamoadan bitta nomzod ko'rsatiladi va bugun biz ana shu nomzodga 50 million so'm pul mukofotini beramiz. Muxlislar g'olib bo'lishdi. Muxlislarning homiysi esa Agrobank hisoblanadi. Men mamnuniyat bilan Akbarxon Mamatovga so'z beraman. Hal qiluvchi pallalarda. Men o'ylagan edim shu jamoamiz g'olib bo'ladi, chunki kuchli o'yinchilar birta nimada shakllangan edi jamoada. Omadga ham bog'liq. Endi savollarga to'xtaladigan bo'lsak, savollar ham turli-tuman, har xil bo'ldi. Eng ko'proq yoqqani Nodirjon Ahmedov Farg'onada, ya'ni 1914-yildan boshlab gazetada chiqqan, ya'ni uylarni sotilishi bilan bog'liq bo'lgan savol. Nodirjon Ahmedov bahorgi mavsumimizning eng kuchli bilimdoni, savol egasi bo'ldilar. 4 million pul yutgandilar. Yana 50 million Nodirjonga tortiq qilamiz. 54 million muborak bo'lsin Nodirjon.
Alisa, mana ilk finalni birga o'tkazdik, ko'rding. Qanday fikrdasan? Savollar darajasi qanday bo'ldi? Shular haqida fikringni bilmoqchiman. Hurmatli boshlovchi, men hali ham hayratdan hayajonimni bosa olmayapman. Ovozli yordamchilar hayotida nimalar bo'lmaydi deysiz. Lekin men bunday keskin va murosasiz finalni kutmagandim. Zakovat terma jamoasiga mavsum finaliga munosib bo'lgan haqiqatan ham murakkab savollar nasib etdi. Muxlislarni munosib g'alaba bilan tabriklayman. Rahmat senga. Bugungi o'yinimiz yakunlandi. Keyingi mavsumlarda biz homiylarimiz bilan baqanti turamiz. Ular bilan fikrlashgan holda o'yinlarimizni kuchaytirishga harakat qilamiz. Bilimdonlarga esa omad, baxt tilayman kelgusi ishlaringizda va sizlar bilan keyingi mavsumda ko'rishguncha omonlashamiz. Sog' salomat bo'linglar.